Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qısqın qarşı alırız. Ahali bilan xəbərlərimizin qısqacha məzmununu tanıştırıb ötürüz. Hökumət rəhbərləri Şvetsiya və Norvegiyada millət vəkili sayılımı elib bardı. G'ulom Osman əpəndining Xitoylarning Şərq Türkistan müstəqillik hərəkətini faoliyat qilish uchun terrorlikni qo'llashi mavzuliq tanqidiy maqolasi e'lon qilindi. Tunda tafsiliy məzmununu diqqətinizə sunumuz. 24-iyun kuni Şvetsiyadagi Şərq Türkistanlıqlar Şvetsiya Uyg'ur komitetining o'rinlashtirishi va riyosatchiligida Şərq Türkistan sürgünlü hökumətinin növbətdəki qurultayı üçün millət vəkili sayılımı elib bardı. Saylamğa Şərq Türkistan sürgünlü hökumətinin Cumhur rəisi G'ulom Osman Yag'ma, Şərq Türkistan sürgünlü hökumətinin baş ministri Salih Xudayar, Şərq Türkistan sürgünlü hökumətinin parlament rəis yardımçısı Yermuhammed Barat və millət vəkillərindən Qurbancan Hisamdin qatarlıqlar qatnaşdı. Hökumət Cumhur rəisi G'ulom Osman Yag'ma əpəndi mühim söz qıldı. Teşkilatçılığının kançılık kıyım hikayelerini, teşkilat kuruluş, teşkilatlı başvuruş ve teşkilatta hizmet kılış cereyanında tekrar çok konuştuğu oldu ki, ben bunu şahitler buldum. Şunlaşta Şevsiye Uygur Komitesi'nin 20 yıldan beri bu kadar canlı halda mevcutluğunu saklap geldiğine hakikaten de bu zorkun geldi. Bu zorkunluğu koymuş. Bazı teşkilatlarla biz hayatımızı görüyorken kurullarını Jakarta'dan dengeyle köpürtmeyi çünkü gayb olabilir. Bunu devamlılığının ne kadar kıyım geldiğini beklediğimiz bayağı günleri senleri çıkıp hizmetleri için ağız dolu kötü mükafatlanan kıyımdaşlarımızın tasarımını muşunda avangardlar muşunda pedagogarlar olmalarında da teşkilatın devamlı işi mevcutluğunu saklaşı bulunumu onun terik ve canlı konuda turuşu bekliyor. Bu cihetten size belki zorluk geldi. Allah muşu canlı sınırlarını mevcut saklaşımlarla nispetçi memnunçuluk dilekleşmiyorum. Hem de nöbette biz dünyanın en yüredeki Uygurlar açıdın, Şərq Türkistanlıklar açıdın, milletvekili sayılımı kılışka ve bununla nazaretçilik, yedeksilik kılışka bu sefer atlandan bizim birinci bekitimiz Şevsiya oldu ve bu birinci bekit sizlerin bu 20 yıllık toyunlarla to'g'ri kelganlik için bek muhasiyetlik oldu. Endi milletvekili sayılımı hakkında biraz uçukluğunu kılışık doğru keladi. Şərq Türkistan hükümeti, sürgün hükümeti 2004 yılında kurulgan Washington'da ve ondan keyin naiti tosqunluklarla, buzg'unchilikqa, parçalanışlarla uçuradı. Düşman Şərq Türkistan sürgün hükümeti bilen bek hərləşdi. Bundan keyin bu buzg'unchiliklar to'xtab qolmaydi. Yeni qonun bilan ta'minlash uchun biz yeni odamlarga muhtoj. Chunki Şərq Türkistan sürgün hükümeti Şərq Türkistanning hükümeti, Şərq Türkistan xalqining hükümeti. Bununla sahip çıkış, bununla güçlüş, onun koyunun urun eliş her bir Şərq Türkistanlıqның
Şivisiya Uyghur Komitetining raisi Abduşkur Samsaq millat vakili bo'lishning shartlarini o'qib o'tdi. Yaşı 18 yaşdan aşkan bo'lishi. İkinci, işençilik ve pakiz kanuni yoki axloqiy xatolikları tufaylidan hukumatimizning va Sharq Turkiston mustaqil O'zlari ixtiyor qilgan 4 nafar er va 4 nafar ayoldan bo'lib, jami qarindoshlardan 8 nafar kishi millat vakili bo'ladiganligini bildirishdi. Ularning ismlari bir-birlab o'qilish bilan shu kishining millat vakili bo'lishiga qo'shiladiganlar qo'l ko'tarish va orqadan qarshi turadiganlarning ovozi elinib, ovoz qo'yish tamomlandi. O'xshamagan sondagi ovoz soni bilan millat vakili nomzodlari bekitildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati millat vakili shartlari va saylam nizomnomasining mazmuniga asosan saylab chiqilgan millat vakillari taftishlar tarafidan salohiyat aniqlash jadvali asosida nomzodlarning kimligi orqa ko'rinishi tekshirib chiqiladi. Berilgan uchurlarning to'g'riligi, shartlarning uyg'unligiga ko'ra rasmiy millat vakillari tanlab chiqiladi. Bular haqida qisqacha tushuncha berilgandan keyin saylam yig'ilishi oxirlashdi va yig'in ahlidan xohlaganlar xotira rasmga tushdi. Qarindoshlarning Sharq Turkiston surgundi hukumatiga moslashib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan ishonchi alohida yuqori bo'lib, qizg'in kayfiyat ichida saylamni boshqacha jonlantirdi. Yanala sagak xalqimizning oz emasligi, dushmanning o'yinining karga kelmaydiganligi, o'yishib adoqqa qalbini qo'lga keltirish uchun tavranmay kurash qilishga bo'lgan ishonch ortdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati mas'ullari millat vakillari saylam uchun qilgan safarda ikkinchi bekat Norvegiyaga yetib keldi. 25-iyun kuni Norvegiya Uyg'ur uyushmasi va jamoatining sahifxonligida millat vakili saylash uchun Uyg'ur jamiyatining zaliga yig'ildi. Yig'in Sharq Turkiston davlat gimni bilan ochildi. Orqadan Sharq Turkiston surgundi hukumatining prezidenti G'ulom Yag'ma Sharq Turkiston surgundi hukumatiga bo'layotgan xirislar, dushman ayg'oqchilarining buzg'unchilik harakatlari, qurilgandan beri to'xtab qolmay davom qilayotgan og'dirmachilik harakatlari haqida qisqacha to'xtalib, Sharq Turkiston xalqidan o'z hukumatiga ega chiqishini talab qildi. O'z hukumatiga ega chiqish, hukumatni kuchlantirish, qo'g'dash, dushman fitnalariga qarshi o'rtaq hujum qilishga chaqirdi. Ondan millat vakili saylama haqida qisqacha tushuncha berdi. Bizning surgundi hukumatimiz Sharq Turkiston xalqining hukumati. Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati Sharq Turkiston xalqining siyosiy orzusiga eng to'g'ri shaklda, eng uzun-kesil shaklda ega chiqayotgan va uni xalqning orzusi bo'yicha o'tirib qo'yayotgan birdan bir mutashakkil. Ya'ni bu mutashakkil degan so'z tashkilot degan gap emas. Umuman partiya, tashkilot va shunga o'xshash uyushgan guruhlarning hammasiga to'g'ri keladigan guruh. Chunki hukumatni tashkilot deb to'g'ri bo'lmaydi. Bu yil noyabrda yana bir qatimliq va bu qurultayda keyingi 4 yillik millat vakillari bekitiladi va keyingi 4 yillik hukumat saylab chiqiladi. Vakillari xalqqa vakolatan hukumatning har darajalik o'rinlariga rahbarlarni saylaydi. Buni biz xalqqa ochmasak, dushmanlarimiz istihbarat faoliyatlarini to'xtatmayotadi. Hukumatga qarshi qurilgandan beri hamma hujum, hamma dushmanlik surgundi hukumatning boshini qaynayotir. Buni ko'rib turibsizlar. Masalan, hammalarga ayon bir misol bor. Uyg'ur qurultiyi desek, 2017-yili bir bölük qurultayning rahbarlari, a'zolari va bir bölük odam bo'linib chiqib ketdi. Bundan xabarim bor. Bo'linib chiqqanlar o'zlarini Uyg'ur qurultiyi uğrasanız bizras deb iddia qildi. Ama
Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden kaçaniki hatalaşkan bazı adamlar çıkarıp taşlansa cezalanıp onun yüzünü hükümet, AMS biz hükümet der. Bunu küçükleştirip bizim davamızı külküge aylandırmıştır işte. Bu kadar düşmanlık uçurak geldi. Biz aldığımız ketimlik milletvekili sayılımını halkı açımız dedik ve umumiyizlik açıp ettik. Kontrolsüz şekilde açıp geldiğimiz için Kazakistan, Kırgızistan Katarlık devletlerden her birisinin 10'dun milletvekili sayılınıp girdi. Hatta Rusya'dan hem devletlerden en az 45 köp olganda 10. Çünkü çekleme 10 olganlık için. Yani bir devletten kaçlık sünçlük olsa hem de bu şu devletten olap kalırgan bolganlıktın 10'dan aşmasın diyen çekleme olur. Ve bu milletvekilleri kontrolsüz şekilde Türkiye'ye geldiği için siyasi kimlikleri mücmel olan, ötmüşü mücmel olan adamlar tekşürülmezden milletvekili edip kabul kılınmaları için hükümet içe girgenden keyin ular hükümetin hiç qanday işiga, faaliyetiga ko'ngil bölmedi, bir eg'iz hükümetin yaxshi gapini qilmadi. Hükümetin içe kirib olib, hükümetni qildi. Bizni ish qildi olmadi-da. Qisqasi ishida turib hükümetni g'ajidi. Agar uni söylemegen bo'lsa, qatnaşmaslik lazım. Nefretlengen bir teşekkülge qatnaşishning zaruriyati yo'q. Teşede turib tillisi olsa, ama ish qildi olmadi parcha qiyamishi. Ve biz bir yıl vaqt sarf qilib, bularning oxir ko'rinishini aniqlab chiqdik. Hammasi chigit chaqadigan odamlar. Bularning mutlaq ko'pchiligi tozlanishga to'g'ri keldi. Ondan bu hükümet xotirjam o'zining ishini boshladi. Endi 2004-yili qurilganning birasida hükümetning qurilganligini umuman xalq his qilmagan. Çünkü o'tirib hech qanday faoliyat yo'q edi. Bu o'zining mavjudligini, tirikligini hech qanday shakl bilan ifoda qilolmagan. Uning yurak urishini, ko'ksining ko'tarilib chiqayotgani, nafas elayotganligini bildigan, taqontib qolgan, o'tirib ko'rinmaydi. Mana şu 2018'den başlangan hükümet islahatları xasiyetide ve yeni kan kabul kılışı bilen mesela sani ilimizde okşaş cengivar yaşlarının köprüsü bilen hükümet tuncu ettim canlandı ve ammavi matbuatlarda diaspora Uygur cemiyetinde her daim görünüp durduğun bir simaga aylandı. Ve bunu muşu şekilde devam kılış için biz bu yıl bu ketimle halkka açtık. Ama ötkenkidek kontrolsüz şekilde emez. Biz 100 tane turup milletvekili saylaştık. Yol koyduk ve sınav biz şeyle müşterekten kilip bu saylamına yetekçilik kılış, nazaret kılış, köz çubuğuş maqsadida arama turibmiz. Endi bununla alakalı kichik bola ertib o'ynagandek muomala qilinmagani yaxshi. Chunki bu bir qancha odamning da'vo yurtdigarlarining o'yin chiqarmasi. Mayli bu qanchalik talep olsun, qanchalik qobiliyatsiz olsun, naqobil olsun, bunun ismi muqaddas. Sharq Turkiston sürgünlüğü hükümeti. Bizning arzuyimiz şu emasmi? Biz bir hükümetimiz olsa ekan degan arzu qilyapman. 70 yıldır hükümetimiz yok. Gerçi bu sürgündü hükümet degan sürgündü bilan sifatlanayotgan bo'lsa-mu ve devletning o'zida bo'ladigan hükümetlerden farklı bo'lsa-mu,
yanalı bu Şarkı Türkistan degan muqaddas ve suyumluk ismini birleşken hükümet degan bir atalığını öz içine alganligi uchun uni Şarkı Türkistan halkı söyüş gerek. Xuddi tabiatdagi gulgiyalarni söygen kişiler. Kişinin güllerdi bu, onundan ayrılgısı kelmegenligi uchun hashtaglarda gulgiya o'stirganga o'xshash birga. Yani haqiqiy devletning o'zida, devletni idora qilayotgan bir hukumatimiz bo'lmagan bo'lsa-mu, xuddi uyda tashdakda o'stirilgandek tabiatdagi gulgiyalarning bir kichikiltirilgan nusxasiga o'xshash bir hukumat. Xuddi tabiatdagi gulgiyani so'ygan odam tashdakni so'yganga o'xshash. Bunu söyleyiş gerek aslında. Lekin bugungacha turli hujumlarga, masxaralarga uchrab keldi. Ve bunu nurg'un odamlar parvosizlik bilan tomosha qildi. Bu haqoratlar uningga hisoblanadi. Boshqalar qilmayapti. Mening nima chatorim. Bu mas'uliyatsizlik bu millatimizniki bir xafasizlik. Bulmasa bir suyumluk isim bilen atalgan, vatanimizin ismi qetilgan bir teşekkürünün mezhir kılınışıga her bir Şarkı Türkistanlık töpkütü üyürü kalgan halda gazetleniş gerek. Mana bu pervasızlığımız bugün bizim bu menzilge geldi zaten. Bu milletin tarihini varaklap görsek, pervasızlığımız xuddi kişinin işi tomuzlu koltuğuna attı degandek, bunu kişinin işi, xalqning işi hesaplaydigan bir xil mas'uliyetsizligimiz bizni bugungi bu vatansizlik, musafirlik vaziyatiga tushdi va hatto bizning naslimiz quruqlik oldi. Shunda o'zimizning ishga o'zimiz mas'ul bo'ladigan bir ruhni uyg'otsak, onun bu oyun muamelesi kılmayı ciddi ve astoydil muamele kılsak ve özümüz yaxşı görgen ve işlengen adamlarını millet ötkiyelik kılıp kösetsek. Bu hükümet kelgisi de bugünkü günü canlanırdı. Bu aldığınki 4 yıllık bir devriye içinde biz izchil bir teşvikat mekanizmini barlık keltirdik. Şarkı Türkistan televiziyesi belki görüdüğünüzü görmeydiğiniz ama kimse onun seyircilerinin sani köpüyüp veriyordu. Ve Salih ilimizin çatal matbuatları bilen bulunduğun mülakatları her daim uzulup kalmaydıgan oldu. Her daim çatal matbuatları da mı işkili bir hükümet namı bilen bir nesile çıkıp durduğun oldu. Bu bir uftuk, bir ilgirleş. Bu 70 yıldır bulunmayan bir iş. Şarkı Türkistan degan bu isim bilen atalgan bu dava Uygur davasıga bir devletning ichki ishiga aylantirilgan edi. Bu keyinki 4 yıldan beri bu qaytadan bu davanın ismi Şarkı Türkistan bo'lishga başladı. Ve bu rekabet tüfeğinden ilgari bunu Uygur davasıga aylandırganlarmı hem de onu aşkete devam kılışkı petanalmay Şarkı Türkistan deyişki mecbur oluyordu. Bizden mevcutlukımız hiç olmaganda başkalarına aşınırga mecbur riyalaydı. Rekabet tüfeğinden. Bu mu grup? Bugün başka Şarkı Türkistan davası da bu davanın ideolojisi nime? Bu davanın prensipleri nime? Bunda bir narsa bo'lgan emas. Hech qancha onun ko'rib bakmaganligiga ishonaman, chunki yo'q narsani ko'rgil olmaydi. Agar bir chet ellik bir az qiziqib kelib, bu sizning da'vosingiz nima? Bu dushmaningiz kim? Bu qanday maxluq? Siz kim? Desa, biz bu deb qo'liga beradigan hemmeni öz içine alan bir materyalını turguzulmadan 70 yıldır. İnşallah biz yakında bir aktaşlık kitap
neşe kılıp ilan kılınmış. Şarkı Türkistan'ın Aktaşlık kitabı. İngilizce. Ve bunu dünyanın arkadaş yerlerindeki karındaşlarımızla takipimiz ve karındaşlarımızın vazifesi bunu yüzkuruşluk devletlerde mana bu bizim davasını değerlimizin müşnün içinde düşmanın evalının müşnün içinde bizden evalımızın müşnün içinde müşnünden umumen bir şeyçiye ilgi bulalaysan da çetelliklerinin kulu bir adam tuncu katım bir kitapını barlık keltiriyoruz. Ondan başka çetel matbuatlarda yana Xitayını tunuşturduğun Xitayının müstemleke siyaseti devrede insaniyet tarihinde görülmegen, örnek görülmegen, ilgisi görülmegen zulümün tafsilatla tunuşturulgan durumcu makaleler ilan kıldı. Çetel tili bilen. Biz bunun davanı Uygurça kılıp Uygur'un derdini Uygur anıltıp yaptık. Bizim dilgiri. Yani tuncu katım biz onu dünyayı yüzlendirip atımız. Ama bunu köylü unumağımat edilmeli. Bizimizden adamları. Çetel matbuatları bizni Çarkırstan'ın sürgündüğü hükümeti de onu görüşmelerine çakırıp atıdı. Kasım Relas'ta sorumaya atıdı. Kırıl hükümetini tonup atıdı. Çetellikle tonup atıdı. Ama yüzümüzün içindeki bazı kıtıgırlar bunun kasırası, kançısı var bu hükümet. Numussuzluk bilen yüzünün ışığı, bu milletin yüzünün ışığı, yüzü bu kadar zeherhezlik kılıp atıldı. Oturdu zaten körünü atkan kayse, bunu zorlap çıkıp bunun sahanını alıp işlemek gerek. Bu yüz görünme havası oturdu. Bunun uçunda zerbiler, bizim kılıdığa işimizden dikkatimizden bırak, vaktimizi meşgul kılıp, ağır kılıp. Eğer bizim halkımız mesuliyetçen bir millet olurdan olsa, biz yüzümüzden işini kılıvergen bulattık, o kişilerge halkımız halis bir puhra sütüde hedefini vergen bulattık. Bugün bu kısaca bu evvalimizni dep koysunuz, bundan keyin bunu öz işimiz bilsek biz bu dadımızın yüzümüzün şirketinin işi emas. Bu milletin işi, devletimizin işi, montarız olgan devletimizin işi. Davgandaki hemmemizin işi. Şunu biz kılıdığa işimizni biz kıysak, hükümetin sırtıdakilerini hükümetke tәбе puhra olganlığı için onun kılıngan hücum, onunla kılıngan hücum, onun kılıngan hakaret, onunla kılıngan hakaret. Bunu aşında tanımak lazım. Emme tarafımızın hücumunun içinde olganlığımız için dikkat kılmasak olmaydı. Bu şunda fırsatlerde bazı faili mecbul adamlı milletvekili bulup aramızda kıstırılı varsa bu hükümet diyen kurup batına koyup götmüştü gerek. Eti var, sepi yok. Nesige aylandırıp koymaslık için. Yeni bir ötkülümüz var. Onun aldığında koymayıp saylangan milletvekilleri hükümet tarafından teşkil kılınan bir teftiş grup tarafından bağırlık ah görünüşü bir neçe ay içinde tekşürüp çıkıldı. Toldurulgan cedveldeki berilgen uçurlarının rast yalganlığı tekşürüldü. Ondan keyin jamoat ichidagi yoshlardan biri milletvekili bo'lishning shartlarini o'qib o'tdi. Keyin o'zini milletvekilligiga ko'rsatganlar va jamoat tarafidan ko'rsatilganlar bo'lib 4 milletvekili saylab chiqildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor navbatdagi vaziyat va vazifamiz haqida tafsiliy va inchikka tushuncha berdi. Hukumat va tashkilotning farqi haqida to'xtaldi. Yig'in nihoyatda qizg'in kayfiyat ichida ko'zlangan muvaffaqiyat bilan oxirlashdi. Britaniyani markaz qilgan Islom teologiyasi terror bilan kurash aqllar qurilishi Sharq Turkiston surgundi hukumati Cumhur raisi G'ulom Yag'mi yozgan Xitoylarning Sharq Turkiston mustaqillik harakatini faoliyat qilish uchun terrorchilikni qo'llashi mavzuliq tanqidiy maqolasini e'lon qildi.
Maqolada yaqinqi mezgilda Islom davlati Xorasonning eng muhim maqsadining Uyg'urlarni erkinlikka erishtirish ekanligidan iborat bema'ni tashviqotni tarqatganligi. To'g'risini aytganda, Sharq Turkistonning islom oshqunligini, islomiy oshqunlik harakatlarining yordamini rad qiladiganligi. Oshqunlikning hozirgacha Xitoyning manfaati uchun xizmat qilib, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishini buzg'unchilikqa uchratganligi. Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining milliy kurash ekanligi, oshqunlik bilan munosabatining yo'qligi. 1990-yillarda dunyoda bosh ko'targan islom oshqunligining haqiqiy islom bilan aloqasi yo'q bir masala ekanligi va buning Xitoyga oltin sovg'a sifatida sovg'a qilinganligi. Xitoyning Rossiyaning islom oshqunligidan foydalanib, chechenlarning ozodlik harakatini xalqaroning qo'llashi va yordamidan yetim qoldirganlik strategiyasidan obdan foydalanganligi. 1996-yili 19 mart kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi doimiy komiteti Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Jiang Zemin yetakchiligida yig'in chaqirib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatining oldini olishni maqsad qilgan muqimlikni qo'g'dashdagi Xitoy Kompartiyasi markaziy komitetining 7-nomerlik maxfiy hujjatini e'lon qilganligi. Hujjatning ro'yi Xitoyning parda oqisida riyosatchilik qilishi bilan O'rta Osiyoda maydonga kelgan Sharq Turkiston mustaqillik harakatini radikallashtirish, islomlashtirish tirishchanliklari, Xitoyning paskina axborot o'yinlari, o'zi buningga shohid bo'lgan barliq ahvollar. 2001-yili Hasan Mahsum boshchiligidagi Sharq Turkiston islom harakatining ba'zi tashkiloti bilan munosabati bor deb qaralib, 11-sentabr voqeasi bilan Uyg'urlarning terrorchi millat sifatida e'tirof qilinganligi. Xitoyning jihatchi mollalarni ishga solib, Turkiya orqali Suriyaga Uyg'urlarni avatish jarayoni. Suriyaga Uyg'urlarni avatishga qarshi turgan Abdukim Mahsumxonning 2016-yili ushtumtut 53 yoshida vafot bo'lganligi. Turkiyadagi hukumat bilan quyuq munosabati bor tashkilot jamiyatlarning Sharq Turkiston harakatini islomlashtirish uchun tirishchanlik ko'rsatganligi. 2017-yildan keyingi xalqimizning uyg'onishi sababli 2018-yildan keyingi Sharq Turkiston diasporasining Xitoyni andishiga solganligi. Xitoy davlatlar bilan istixborot hamkorligi o'rnatib, Sharq Turkiston milliy mustaqilligining avangardi, bayroqdori bo'lgan Sharq Turkiston surgundi hukumatining mustaqillikni qo'lga keltirish harakatiga buzg'unchilik qilayotganligi. Chet eldagi Sharq Turkiston diasporasining irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan barliq Sharq Turkistonliklar, Suriyaga qiziqtirilgan barliq Uyg'urlarni o'z ichiga olganligidan, ularning irqiy qirg'inchilikning yuz berish sababini tushunganligi va islomchilar bilan Turkiston Islom partiyasidan shubhalanganligi. Yaqinqi oylarda ba'zi tashkiloti, Turkiston Islom partiyasi, Iroq Sham Islom davlati qatorliq tashkilotlarning Sharq Turkistonni ozod qiladiganlik tashviqotining tarqalganligi. Ularning maqsadlarining ushtumtut o'zgarib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarni ozod qilishga niyat qilganligini, shunga xalqarodan yordam kutadiganligini, terrorlik bilan kurash qilish iloyat televiziya kanalining ziyoratida aytganligi. Buning intayin murakkab axborot o'yini bo'lib, mustaqillik harakatimizni jihatchi harakat qilib tasvirlab, Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni izchil yurgizib, Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni yo'qotib etish qadamini tiziltishga yeshil chiroq yoqib beradiganligi. Shunga xalqaro jamiyatning buningga jiddiy va astoydil muomala qilishi kerakligi. Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatining islomiy oshqunlik, ibtidoiylik bilan aloqasining yo'qligi. Sharq Turkistonning mustaqilligining milliy ozodlik harakati orqali vujudga chiqadiganligi. Islom oshqunlaridan emas, demokratik erkin davlatlardan yordam talab qiladiganligi dalil isbotlari bilan tafsiliy bayon qilindi. Uqtirish. Assalomu alaykum, Amerikadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati 6-oyning 1-kuni umumiy uqtirish chiqarib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumatining 9-navbatlik oliy qurultayini bu yil 11-oyning 10, 11, 12 kunlari Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazish to'g'risida qaror e'lon qildi. Hamda 9-navbatlik oliy qurultayning saylam komiteti a'zolari 9-navbatlik oliy qurultayning saylam nizomnomasi, 9-navbatlik oliy qurultayning millat vakillari hozirlashga tegishli shartlar qatorliq muhim hujjatlarni e'lon qildi. Umumiy uqtirishda har qaysi davlatlarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonlik vatandoshlardan saylam komitetining nazoratchiligida 7-oyning 15 kunidan burun yerlik saylam o'tkazib, 9-navbatlik oliy qurultayga qatnashadigan millat vakillarini saylab chiqish talab qilindi. Buningga asosan saylam komitetining Amerikadagi hay'at a'zosi Jur'at Obul bilan Ömer Emin 6-oyning 10 kuni surgundi hukumat bosh ministri Salih Xudoyorning ishxonasida yig'in ochib, oliy qurultayga Amerikadan qatnashadigan millat vakillarini tanlash uchun 7-oyning 8 kuni yerlik saylam o'tkazishni qaror qildi.
Şuna biz Amerikada yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistanlıq vətənpərvər əziz qarindaşlarni vətən və millətning siyasi təqdiriga münasibətlik bo'lgan bu muhim yerlik saylamga aktiv qatnashishga chaqiriq qilamiz. Hozirdan boshlab vatanning mustaqilligi uchun Xitoy va Xitoy g'alchilariga qarshi jon tikib kurash qilishni xohlaydigan har qanday Sharq Turkiston vatandoshi o'zini 9 navbatlik Oliy qurultayning millat vakili nomzodligiga ko'rsatsa yoki boshqalar tarafidan ko'rsatilsa bo'ladi. Saylam komiteti nomzodlarni yerlik saylamda ovozga qo'yish orqali eng ko'p ovozga erishgan 10 odamni millat vakili deb bekitgandan keyin surgunda hukumatning taftish komitetiga yo'llab berdi. Bu qitimqi saylamning konkret vaqti va o'rni tuvandikicha. O'rni Van Meter Hall George Mason Universiteti 3351 Fairfax Drive, Arlington, Virginia 22201. Vaqti 2023 yili 7 ayning 8 kuni tushdan keyin soat 2 dan 5gacha. Hurmat bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgunda hukumati 9 navbatlik Oliy qurultay saylam komiteti. 2023 yili 6 ayning 17 kuni. Vatan, tuproq inson uchun yaratilgan bir ne'mat. Islom dini insonni maxluqqa qulchilik qilishdan ozod qilish va insonning asosli huquqlarini qo'g'dash uchun kelgan buyuk bir ne'mat. Dinimizda aqida sevgisi bilan vatan sevgisi bir-biridan ayrila olmaydi. Bir-biriga zid kelmaydi. Balki aqidamizning taqozosi bo'yicha mustamlika ostiga tushib qolgan vatanni himoya qilish va qo'g'dash erkak va ayollarga farz hisoblanadi. Demek, İslam aqidimiz samimiy musulmonlarga nisbatan vatanparvarlikning asosi hisoblanadi. Chunki Qur'oni Karim vatanning mustaqilligi va hurligini vatanparvarlik, qaysarlik va fidokorlikning mevasi deb qaragan, hamda insonlarning hayoti deb sifatlagan. Shunga vatanning mustaqilligi haqida susqaraydigan yoki mas'uliyatsizlik qiladigan yoki qo'rqinchoqlik qiladigan kishilarni o'liklar deb ifodalagan. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayırganlar için köpten-köp rahmet. Kelar qitimqi programmamız görüşkice Allah'a emanet bo'lgaysizlar.